Qadam-qadam ijtimoiy kuchlarga yuzlanish. Unchidek to'kkan yoshlaring qayta kelar bir kuni. Sharq marvoyatiga aylanib, olgan qarzni avutib. 10 has xushallikqa aylantirgan holda. Shakespeare. Ma'arif sohasidagi o'zgarishlar tez suratda ilgarilayotgan shu kunlarda Polsha yana emgakchilar va cherkovdan iborat ikki ayrim safda tarixiy musobalarni boshdan kechirmoqda edi. Uchar universitet faoliyatga o'tgan yil bu ikki safdami muhim o'zgarishlar maydonga keldi. Hamkorlikning negizini tashkil qilgan mashhur uyushmalar paydo bo'lishga boshladi. Shu yili John Paul poplikqa saylandi. Yangi pop natsist ishg'oliyati yillarida Polshada yer osti leksiyalarini izchil davomlashtirgan Karol Voytlaning dal o'zi edi. İlgirki chaqlarda emgakchilar va cherkov bilan ziyolilar orasida astoydil hamkorliklarning o'rnatilganligidan eg'iz echish nihoyatda nodir ko'riladigan ahvol edi. Masalan, o'quvchilarning 1968-yildagi fikr erkinligi talabi non ko'yidagi emgakchilarga nisbatan ma'nisiz edi. Shuningdek, 1970 va 71-yillardagi ish tashlash faoliyatlarida ishchilar olg'a surgan iqtisod markazlik istaklarmi o'quvchilar va ziyolilar kun tartibining oldingi qatoridagi moddalar emas edi. Biroq cherkov har ikki qatlamning istaklarining orqasidan o'rin oladi. Ammo u namoyishlarga bevosita ishtirok qilishdan yiroq turadi. Bu qitim bo'lsa har uch qatlam orasida kuchli ishbirligi va hamkorlik zimini bor edi. O'qituvchilar, jurnalistlar, yozuvchilar, qonunshunoslar, iqtisodshunoslar emgakchilarning istaklarini qo'llab, bayonotlarni e'lon qiladi. Ularning faoliyatlariga ishtirok qiladi. Ularning nomidan uchrashuvlarga qatnashadi va emgakchilar harakatining kuchli nazariyaviy asosga ega qilinishiga hassa qo'shadi. Cherkovmi qarshilik ko'rsatayotgan emgakchilarning oila tavobatlariga yordam qilish maqsadida qo'llash sistemasi qurgan edi. Buningdan sirt emgakchilarga kayfiyatni yaxshilash yordami beradi. Ularni tarbiyalaydi. Bu jarayonda hamkorlikning a'zo soni 10 millionga yaqinlashdi. Bu Polsha jami nufusining 4/1 ga teng keladigan bir son edi. O mezgilda Papaning ona vatani Polshaga qilgan ahamiyatli ziyorati 1979 millionlarcha kishini maydonlarga to'plagan va erkinlik harakatini tezlatgan edi. Davlat bo'lsa xalqning o'z tizginidan allaqachon chiqib ketib bo'lganligini ro'shan ko'rib yetgan edi. Katolik cherkovi uzundan beri Polsha jamiyatida cho'nqur yildiz tortgan kuchli bir muassasa edi. Shunga kommunistik tuzum uningga chaqila olmagan edi. Bo'lmasa Rossiyaning o'zidagi Rus ortodoks cherkovimi Sovet davlat bexatarlik idorasi KGBning nufuzi ostida edi. Polsha xalqining cherkovga bo'lgan sadoqati bu davlatda bunday bir ishning takrorlanishiga imkoniyat qoldirmagan edi. Uch qatlam o'rtasidagi hamkorlikqa haqiqiy kuch bag'ishlagan omil bo'lsa, ularning zo'ravonlikdan saqlanish jihatdagi irodasi bo'ldi. Polshadagi erkinlik harakatlarining o'tmishida har turli usullar bor edi. Hozir bo'lsa Polshalik emgakchilarmi, ziyolilarmi hamma ishni joyida qiladigan, o'tmishdan nimaning qachon elinish kerakligini to'g'ri bekitgidek safoda edi. Yana shu Polsha xalqi 2-Dunyo urushi mezgilida natsistlarga qarshi bir vatan armiyasini qurib chiqqan edi. Lekin vatan armiyasi bir armiya edi. Biz armiya emasmiz. Zo'ravonlik hamkorlikning o'limi bo'ladi. Bizning vazifamiz bu qarshilikning terrorizmga eg'ib ketishining oldini olishdir, deydi hamkorlikning aktiv a'zolaridan Bogdan Lis. Hukumatning o'qituvchilar sifida ko'rishni eng ko'p arzu qiladigan ishning zo'ravonlik ekanligidan hech kimning shubhasi yo'q edi.
Buni ziyolilarmi, əmgəkçilərmi yaxşı bilərdi. Uchar universitetining o'qituvchilaridan va o'qituvchi harakatning boshlamchilaridan dаңlıq adabiyotchi Adam Mexnik mavjud turmalarga bostirib kirish bilan o'zimizni bilib bilmay yangilarni barpo qilgan bo'lamiz deydi. Yatsi koronmu kuch ishiltish mayilligidan saqlanish to'g'risida ogohlantiradi. Va zo'ravonlikning hokimiyatni o'zgartgan taqdirdami hech bir zamon erkinlik elib kelolmaydiganligini jikilaydi. Bununla o'xshash so'zlarni nazariyaviy muhitda deyish osonda qilsa-mu, yillarcha davomlashgan nurg'un kishilarni o'z ichiga olgan bir kurashda bunday bir prinsipni himoya qilishning va amaliyleştirishning qiyinchiligi haqida qanchalik gap qilinsa, mubolag'a hisoblanmasligi kerak. Chunki musibat bir harakatning natijasini oldin ko'rish, yiroq ko'rishni talab qiladi. Bu natijani kutish bo'lsa, sabr talab qiladi. G'azabni bo'lsa, ziyonkashlikka, zulmga uchragan kishilar orasida qo'zg'atish nihoyat osondir. Ma'sumona bir namoyish orqali haqqini talab qilgan emgakchilardan 45-ning soqchilarning o'qida o'ldirilishi. 1870-yil 14-dekabr. 2500 emgakchining tutqun qilinib, hammasining nihoyat qattiq urilishi. 1976. Uchar universitet o'qituvchilarining pat-patli tutqun qilinishi, qiyin qisqa duchor bo'lishi va buningga o'xshash voqealarning uzun yillar bo'yicha davomlashib menishi bir tarafdan xalqni jimliqtirishni nishon qilsa, yana bir tarafdan g'azabni qo'zg'ash orqali ularni zo'ravon yo'l tutishga ittirish maqsad qilingan bir siyosat edi. Agar bu siyosat har qanday bir nuqtada nishonga yetib qolgan bo'lsa edi, har holda Polsha kommunizm asoratidan ko'chishga boshlagan bir davlat bo'lolmaydi. Balki Sovet diktatorligiga qarshi kurash yana uzun yillargacha davomlashgan bo'ladi. Diktatorlarning istibdodlarini davomlashtirish uchun xalqning yordamiga muhtoj ekanligini eng yaxshi bildiganlarning biri Gandidir. 20-asrdagi nihoyat ko'p erkinlik kurashlariga ilhom bergan Gandi, boshqarilganlarning yordam bo'lmasa, inglizlar Hindistonni boshqara olmaydi degan qarashda edi. Gandining bu qarashni tayanch qilgan holda shakllantirgan va hindi tilida haqiqat va chin esilish degan ma'nodagi ikki so'zdan tarkib topgan Satyagraha harakati zo'ravonlikdan xoli qarshi ko'rsatish modelini tashkil qiladi. Hatto Gandining ta'biri bo'yicha bu bir qarshilik ko'rsatish modeli emas, yagona qarshilik ko'rsatish modeli va to'xtinmi musbat, ifromadismi ta'sirli bir kuch edi. Gandi tarafidan go'yo bir ilm shaklida o'ttirib qo'yilgan bu model 20-asrning ko'plagan muhim zotlarga ta'sir ko'rsatdi. Martin Luther King Hindistonga kelib Gandining metodlarini tadqiq qildi. Polsha hamkorlik harakatining rahbarlaridan Zbigniew Boyat Gandining Martin Luther Kingning asarlarini o'qigan va ularning metodlarini qabul qilgan edi, deydi. O'qituvchilarning to'g'ri parda orqasidagi dаңlıq kishilardan Chexoslovakiyalik yozuvchi va kommunizmdan keyingi Polsha prezidenti Václav Havelmi Gandining so'zlariga o'xshash so'zlarni ishlatib, haqiqat bilan yashash degan hukmni o'ttirib qo'ygan edi. Havel bu formulasi orqali kishilarning go'yo bir besim tuzumi faqat yo'qdekla kundalik turmushlarini davomlashtirish kerakligini ilgari suradi. Bu formula 80-yillarda Polshani o'z ichiga olgan tumur parda orqasidagi davlatlarda keng qo'llashga erishdi va ta'sirini ko'rsatdi. Anne Applebaum ismli bir g'arblik jurnalist bu prinsipning ijro qilinish to'g'risidagi ko'rsatishlarni oradan yillar o'tgandan keyin bunday bayon qilgan edi. Polshaga 1987-yili tunji qitim borganimda do'stlarimning uyida turdim. Qonun bo'yicha bir xususiy uyda turayotganligimni soqchilarga ma'lum qilishim kerak edi. Do'stlarim, biz bunday qilmaymiz. Biz soqchilarning biz bilan kimlarning turganligini bilish haqining borligiga ishonmaymiz dedi. Shuning bilan men soqchilarga o'zimni tizimlatmadim.
Manga o'xshash minglarcha kishi o'xshash usulni qo'llanganlik uchun qonun vaqtning o'tishiga ergishib ijro qilib bo'lmaydigan holga tushib qolgan edi. Növbətdə dünya fuqarolar itoatsizligi deb biladigan demokratiya va kishilik huquq sohasida voz kechilmas o'ringa ega bir uqum. Shunday qilib, dunyoning eng qattiq qo'l diktatorliklarining biri ichida kishilarga yashashga bo'ladigan sohalarni etishga boshladi. Başlarda mustabid bir tuzum yo'qdekla ish harakatlarini davomlashtirgan xalq tashqi dunyodagi saxta organ va huquqlarning kichik, ammo haqiqiy modellarini o'zlarining ichki dunyolarida shakllantirdi. Uchar universitetlarni qurdi, ko'rgazmalarni ochdi. Konsertlarni berdi, leksiyalarni o'rinlashtirdi, jamiyatlarni qurdi. Oxirida bu kichik dunyolar zo'raydi. Ular zo'raygan siri sirtidagilar kichikladi. Nihoyat ijtimoiy kuchlar boshqarishidagi organlar Charles F. Bahmuillerning ta'biri bo'yicha davlat kontrolining atrofida bir pil g'o'zisi shakllantirib, uni taltukis yolg'izlashtirib, jamiyatning sirtiga itirib chiqaribdi. Gerçi ilim əhlillərinin, sənətçilərinin, dini zatlarının körüşü siyasi kürəş bolmasımı, məyli ilim, məyli sənət, məyli din bolsun, həmmili nərsini dövlət özünün siyasi sahası içində dəb qarağanlıq üçün bu sahalarda qılınğan ərqandaq iş, qısqısı bir öydəki matematikaga dair dəytalaşmı, nəticədə dövlətə qarşı cinayət türüb girəkdi. Və bundaq bir zıdlışda məğlubiyyətə uçraydıgan tərəf muqarrar holda davlat bo'ladi. Hamkorlik saflaridagi ko'rish tufayli tutqun qilingan polshalik tarixchi Broslav Gemerik bu ahvolni nihoyat cho'ng bir zavodni buzib qo'ydigan bir qumdonisiga o'xshatib izohlaydi. Qarshilik ko'rsatkichlarning kayfiyati siyosiy va harbiy kuchni tayanch qilgan sistemalar oldida ümitsizdek tusga ega bo'lsa-mu, cho'ng, biroq sezgir bir zavodning tishlarining orasiga kirib qolgan bir qumdonisiga o'xshash rol o'ynaydi. Siyosatdan ro'shan shaklda yiroq turgan va ma'arifga, ilm va fikr almashtirish sohasidagi muayyan guruhlarning asosiy huquqlariga markazlashgan bir ijtimoiy organ tushunchasi-mu, hokim mutlaqlikka qarshi intayin zo'r yushirin kuchga ega edi. İctimai kuchning avangardlari dastlabki chog'larda hargizmi cho'ng emas edi. Lekin ular bir markazlashish nuqtasi edi. Ular go'yo atmosferadagi bulut parchalarini atrofiga to'plab, taqqa o'xshash cho'ng bulutlarga aylangan markazlashish nuqtasiga o'xshaydi. Václav Havel mushundaq bir rolni bevosita ado qilgan bir ziyoli bo'lish sifati bilan maqolalarining birida bu vaqtdagi qarashlarini mundaq bayon qiladi. Shu nuqta bargan sir ro'shanlanmoqda. Qaramoqqa ojiz, lekin haq so'zini yangirtish jasoratiga ega butkul hayoti bo'yicha so'zning orqasida turadigan, buning uchun og'ir badal to'lashga tayyor faqat birlik kishining kuchi ismi soni noma'lum minglarcha bilet tashlag'uchining kuchidan ortiqdir. Bu qurlarda bayon qilingan odatdagi kishilarning bu g'oyat zo'r kuchning nima ishlarga qodir ekanligini ko'rsatadigan nihoyat ko'p voqea Polshada orqa-orqadan yuz berdi. Dastlabda bu sahnaga Char Rossiya bilan Prussiya chiqib tushdi. Her ikkisining yer yuzida Polshaga tava hech qanday iz qoldirmas irodasi qat'iy edi. Lekin izlari bilan birlikda yo'qolganlar dal o'zlari bo'ldi. Orqadan natsistlar keldi. Ular 1975-yilgacha Polsha millatini butunlay yo'qotib tashlashni planlagan edi. Lekin ularning umrlari 5 yildan oshmadi. Arqadan Sovet ittifoqi o'xshash nishonni ishga oshirishga urindi. Nihoyat cho'ng bir imperiya butun kuchini Polshaga markazlashtirgan paytlarda davlatning mashhur universiteti yana yer ostida uchishga boshlagan. Oddiy-sodda insonlar yana kitoblarga va qalamlarga esildi. Yana
kechining zulmatli qorong'uliqlarida va ko'zdan yiroq yerlarda ilm va san'at muhokama qilindi. Uzun o'tmayla buyuk bir imperiya bir qog'oz qal'a misoli yiqilib tushdi. Dastlabki g'irslash ovozlari hammadan avval Uchar universitetining davlatidan anglashga boshladi. Bugun orqaga burilib qarag'anlar polshaliklarning 2 asr mobaynida kuchli yiroq ko'rarlik bilan ishongusiz ishlarni ro'yobga chiqarganligini osonla ko'rib oladi. Shundaqla hech kim voqealarning ichida turib, mushundoq bir yiroq ko'rarlikni bo'libmi bir xalq sifatida namoyon qilishning oson ish ekanligini ilgari surolmaydi. Chunki polshaliklar ishg'ol qilinish, yo'qitilishga o'xshash og'ir fojialarga duch kelgan edi. Va kichik ishlar bilan naflish orqali cho'ng bir ishni ro'yobga chiqarishga va bu falokatlarni yengishga tirishmoqda edi. Bular ilib-bani o'rganish, qurma-qur fizika o'rganish, she'r o'qish, muzika ishlash, bir rasmni tadqiq qilish, bir fan yoki san'at turining inchikliklarini o'rganish yoki butun bularni odatdagi bir qancha odamga o'rgatish uchun yillar bo'yicha hayotlarini xavfga itirib, hatto ba'zida pido qilib, o'g'zi bilan to'ris orollarida, yer osti uylarining bulunglarida ma'arifni davomlashtirgan edi. Lekin bu kichik ishlarning atrofiga to'plangan kichik to'pliqlar ba'zida bir boshlang'ich sinfi, ba'zida bir naqshi muzika guruhi, ba'zida bo'lsa bir adabiyot anjumani oldida yer ostida aylanib yurib, mustaqil bir xalqning asosiy to'riklarini Polsha zamonining cho'nqurliqlariga tiklamoqda edi. Bu guruhlarga qatilganlarning har biri bir tarafdan ximiya formulalarini yodlasa, yana bir tarafdan xarakteri va erkinlikni hokimiyatlik tuzumlarga va mustamlikchilarga qarshi tura oladigan bir vaksinani genlarga urgan edi. Lekin bu polshaliklar har qanday virusga taqobil turadigan vaksina bilan qurollandi deganlik emas.